Assalamu alaykum. Tordagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Abdumid Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda Podshohxonning jafoliq chiniqishning natijasini ko'rgan yeriga kelib to'xtagaydik. Endi davomini o'qiymiz. Qo'shindagi non yegan tari yo'q olta o'riq bola Tilla Tunurning sepiga qitilib Podshohxonni o'rib oldi. Lekin Tilla Tunurning yeb ketgan tayoqiga qarab hech qaysi qo'l sololmadi. Podshohxon kitobda o'rgangani bo'yicha uning ichidan ojizroq birsini tutib olib, uning yuragini, ondan yana birining yuragini ezish qaroriga keldi. U fursatni ching tutib Tilla Tunurni rasa salmoqchi bo'ldi. Chunki u bu qo'shinning atamoni edi. U qaçsa hammasi qachatdi. Shuning bilan Podshohxon udul Tilla Tunurga chaplashib olib, shuni silishga boshladi. Qolganlar Podshohxonga to'xtamay muz soldi. Bundaq o'pchi urilgan mushning vazni bo'lmaydi. Podshohxon ularga muz soldirmay, yanala Tilla Tunurni urishga boshladi. Tilla Tunurning og'zi burni qon bo'lib, chiroyi tunug'isiz bo'lib ketdi. Buni ko'rgan qo'shin a'zolarining yuragi tushib, harakati bir oz ostilab qoldi. Buni ko'rgan Podshohxon o'rilibla diqqatini bularning orasidagi jo'g'i kichik o'ruqroq birsiga qaratdi. U bola Podshohxonning chaqmoqdek etilgan ikki mushtiga bo'lolmay qechishga boshladi. Lekin Podshohxon boshqalarga bir mushmu atmay, faqat ularning orasidagi mushu o'riq balanila qo'g'lab, shunila urishga boshladi. Bola chiqirib yiroqqa qochib ketdi. Әмді növət həmmə cidəlini terixan Gayitə gəldi. Podshohxon uning oldiga shundoq kelibdi. Gayit qo'rqib put qulda jon qolmagan holda kaynidagi hasirab o'ltirgan Tilla Tunurga umid bilan qaradi. Tilla Tunur burundagi qonni to'xtatib, yengilginiga tan berib u yerda hasirab o'ltiratdi. Podshohxon rasa kuch bilan Gayitning yuziga bir peshvo etibdi. U santirilib kayniga dojig'inicha o'zini tangshiyolmay Tilla Tunurning oldiga berib yiqildi. U qo'pqili tangshilayotganda Podshohxon qo'yinda kelib yana birini tepdi. U bu qitim zo'ng o'ltirgan Tilla Tunurning ustiga yiqildi. Nima ish bo'lganligini bilolmagan Tilla Tunur yana tayoq yeyishdan qo'rqib, "Xap haromliq, ajab, men bilali qolding-a?" deginicha yugurib qochdi. Gayitmi o'rnidan turib Tilla Tunurning kaynidan badar qochdi. Podshohxon endi qolgan to'taylarning ichidan birsini tanlamoqchi bo'lib edi. To'taylar Tilla Tunurning qochib ketganini ko'rib, bir-birsiga qarashib, oldi kayniga qaramay Tilla Tunurning kaynidan yugurib qochishga boshladi. Bir maydon balalar urushi cho'nglar kirilib aralashmasda hayt-huyt degicha oxirlashdi. Atrofda turgan balalar bu ishlardan ajoyib hayron qoldi. Ular Podshohxonning bu tangdassiz boturligini cho'nglarga aytish uchun uylariga aldirab minishdi. Shunda qilib, bola Podshohxonning nomi bu mahallada va bolalarning maktabida afsona bo'lib eg'izdan eg'izga tarqalishga boshladi. 9-bob Kona qumdandan qaytish. Kech kuz shamli baldurlar yupurmoqlarni sarg'aytib, daraxtlarni yalang'ochlashga boshladi. Ostona qishning tayyorligi uchun aldirayotdi. Temirchilik korxonasidagi bola ishchi Podshohxon ustasining yaxshi yordamchisi bo'lib qolgan edi. Uning qo'li birdan bekor turmaydi. O'ziga belgilab bergan ish tugab ozroq orom oladiganga vaqt chiqsa, berib boshqa ustalarga yordamlashatdi. Ularning ichadigan suyini to'shib, ushoq ishlarini qilishib beradi. Shunga uningga ustaslar emas, korxonadagi hammaylar amroq bo'lib qolgan edi. Bugun chorshanba bo'lg'achqa ustasi Podshohxonni baldiroq qaytib, Akbarxonning yeniga berib saboq elib olishni buyurdi. Podshohxon korxonaga alg'ash borgan bo'qchisini ko'tarib, ustozi Akbarxonning texi ishdan tushmaganligini faraz qilib, udul maktabiga qarab mangdi. Podshohxon maktab oldiga yaqinlashganda, Akbarxon ustoz bolalarni qo'yib etib, velosipedni yetilginicha darvoza oldiga chiqib bo'lgan edi. U bugun soqqollarini pokiz qilib, ushnisiga yarashimliq kostyum burulka kiyib olg'ashqa, xuddi yangi to'yi bo'lgan yigitlarga o'xshab qolgan edi. Podshohxon ustozdagi bu o'zgarishlarni ko'rib hayron qoldi. Onun ustiga u azaldan maktabdan bundoq burun qaytmaydi. Podshohxon yugurib berib ustoziga kulib salom qildi. "Assalom ustoz!" "Va alaykum assalom Podshohxon. Sana saqlab turgan edim", dedi ustoz go'yo bolasini ko'rganda xushal bo'lib. "Velosipedni sen yetilib olgin.
aldırmay mаңайлы. Патшахан velosipedga bek qiziqatdi. U xo'sh bo'lib darhol velosipedni qo'liga ilib yetilab mаңды. Korxonaga kunib qolding-ku deyman. Tamoqni qanday qilding? Ha, ular bek yaxshi. Qusug'im osh qolmadi. Ular har qatimli tamoqqa manga yeydigandan berishidi. Ba'zida yegili qusoq yo'q bo'lib ketaman, dedi, deb kuldi Pashshaxon ustoziga qarab. Yaxshi bo'pti, bu kunlarim o'tib ketidi. Tekstlarni yodlashga vaqting chiqdimi? Chiqmamdigan. Ishimni qilg'ach to'xtamay shularni yodlayman. Ular paranglashgan peti Rəslining do'qmushidagi xonliq masjidning oldida to'xtadi. Akbarxonning bugun kayfiyati alayda yaxshi edi. U yenidagi yonchuq soatiga qarab etgandan keyin bo'ynini so'zib yo'lga qarashga boshladi. Ustoz, bu yerda birasini saqlamdiq? deb so'radi Pashshaxon ustozining birisining yo'lga qarayotganligini bilib. Ha, bir mehmon kelmoqchi edi. Uning bilan mush yerda ko'rishmoqchi bo'lgan. Akbarxon shunday bo'lib chiroyi shalbarda qizardi. Pashshaxon ustozining texi o'ylanmaganligini bilatdi. Shunga u ustoziga qarab kulib etdi. Undaqda men uyga ketgach turay. Savoq olg'ili boshqa kun kelay ustoz. Yo'q. Pashshaxon uning bilan tunji ko'rishim. Sen yinimda turmasang bo'lmaydi. Ma'qul degin, ketma. Akbarxon noyati jiddilashib ketdi. Pashshaxon ustozining gapini yirolmadi. Uzoq o'tmay rasta tarafdan o'ttira yoshliq bir ayol keyniga bir qizni silib illiq kulimsirab Akbarxonning oldiga keldi. Ular o'zaro qizg'in salomlashdi. Qizchaq 20larning qarsini olgan nihoyat nomuschan qiz bo'lib, oppoq chiroyi zilva badaniga chip kelgan qizil ko'ynagi bilan rang talashganda qizirib ketgan edi. Akbarxon mushu topda bu qizdimi o'ta xijil bo'lib ketgan bo'lib, o'zining bu yerda yoki bulutning ustida ekanligini bilolmay qolgan edi. O'ttira yoshliq ayol o'zining muhim ishi borligini bahona qilib, ular bilan xo'shlashdi. Uchaylan masjid oldida un-tunsiz birdam turgandan keyin Zerak Pashshaxon oradagi jimjitlikni buzib, ustozi Akbarxonga yordam qildi. Ustoz, ozroq bir narsa yeylimi? Pashshaxon qasdan ustoziga maslahat solgan bo'ldi. Shunda qilayli, bu gap Akbarxonga yog'dak yoqdi. Sen nima yeging bor? Nima bo'lsa mayli, ish qilib ochamning yegusi borni yemaylimi? dedi Pashshaxon indagi chiroyli qizga yer yuzidan qarab. Qiz olmadak to'mpiyib chiqqan maydisining ustida cho'kan taldek o'zini tashlab turgan tom chechini o'ynab, yerdan ustun qaramaydi. U bu gapni anglab avvalgidek yerga qarab kulimsirab turdi. Andin beshini ko'tarib bir jup qo'y ko'zi bilan Akbarxonga qarab kulib qo'ydi. Akbarxon umrida bundoq chiroyli qizni ko'rib boqmagandek bir qismila bo'lib qoldi. U diqqatini yig'ib qizga qarab aytdi. Undaqda Qurbon hojining oshxonasiga borayli. Shu yerning tamog'i yomon emas. Ikkalan yo'l bo'yi gap so'z qilishmadi. Pashshaxon velosipedni yetlab ularning keynidan ergashdi. Ular faqat Qurbon hojining oshxonasiga berib g'izalanish jarayonida andin oz-to'la paranglashdi. Ikkalan bir-biriga yiqib qoldi. Ular xuddi to'yi bo'lgan bir jup qiz yigitdek chiroyidan kulga ketmagan holda oshxonadan chiqdi. Lekin mushu chog'da kutilmagan bir ish ularning kayfini buzdi. Oshxona oldidagi ko'chada ikki ros bir-biriga yo'lab ming'vatadi. Buning biri yosh yigit, yana biri yoshda cho'ng, yuzlari seriq burut, soqol qoplagan, kiyinishi qattiq pozor bir er kishi edi. Yoshda cho'ng ehtimol cho'ng savdogar yoki katta boy bo'lsa kerak. Yosh yigit bu qeri masning to'xtamay tillashlariga, pat-pat to'xtab yuziga shaploq silishlariga chidab mangmoqda edi. Ko'chadagi kishilar bu ikki masga yo'l berib ko'chini ularga o'ngcha qo'yib berdi. Ular o'ng-so'lga dassab, yili kulib, yili vaqirab, qo'ldagi quruq vodka shishisini kishilarga otqili qopqandek qiliqlarni qilib Qurbon hojining oshxonasi oldidan o'tayotganda, Akbarxon qatorliq uchaylan oshxonadan ko'chaga chiqib qoldi. Ular bu ikki masni ko'rib yonga o'tib, ularga yo'l berib turdi. Shu asnoda qeyri masning ko'zi Akbarxonning keyinda müküp turgan qizga tushib, hijoyg'incha bir nimalarni Akbarxonning oldiga daldangshib kelib, qizga qo'lini sundi. Akbarxon masning qo'liga vaqtda birini silib, uni keyniga ishtirib etdi. Qeyri mas keyniga bir qancha qadam daldangshib, yana yuzini qilin qilib bu yerdan ketkilayotgan Akbarxonning oldiga hijiyib kelib, uni kuchab ishtirib etib, keyindagi qizning beligini tutib olib, uni quchoqlashga urindi.
Akbarxon ko'nglida bu qeyri har qancha past bo'lsa-mu, bundaq qiliqlarni qilib yurmas deb o'ylagan edi. U bu ahvolni ko'rib chaqmoq tezligida qizining qo'lidan tortibla qeyrimasning simiz yuziga kelishtirib bir qachat soldi. Bir yanda o'yin ko'rib turgan yosh mas yigit xo'jayinning mush yeganligini ko'rib o'zini Akbarxonga otdi. Akbarxon bo'sh yigit emas edi. Hayt o't degicha Akbarxon bu ikki masni ko'chaning bir yendagi yunda katikiga qistab opirib mush peshvolari bilan katakning ichiga chingdivatdi. Atrofda qarab turgan ammo Akbarxonning qo'rqmas boturligiga apurun o'qib chavoq chilishib ketdi. Bu çağda koçunun nerisida amalliq saqlığıcı ruslar puştaklarni çilişib, ala tağıl vaqırğınca jidal chiqqan tarafga yugurishib kelishdi. Akbarxon darhol indiki qizni uni unmasligiga qaramay majburiy qaçırıvetdi. Bir qism askarlar yugurib kelgenicha yunda azgıldan chiqalmayotgan ikki masni taslikda yo'lab qo'pirdi. Yana bir qism askarlar qechishga ulgurolmagan Akbarxonni yosh masning qatakda turib ko'rsatishi bilan tutib oldi. Qeyrimas o'rnidan turib daldan shigincha chambarjas bog'langan Akbarxonning oldiga devaylab bordi. Ikki yiniga qarab yana heliqi qizni izlashga boshladi. Qizni ko'rolmagandan keyin bir nimalarni deb ochiqlanib Akbarxonning yuziga shaploq bilan silishga boshladi. Askarlar ruslarga tayoq solg'iniga to'y degandek Akbarxonning shaploq yeyishiga qarab kulishib turdi. Akbarxonning ko'z ishoratiga bo'ysungan Poshshaxon bir yanda mushtini tugib achchig'ini yutgan holda g'azab bilan turadi. Tuyuqsiz qiyirmas yinda kulib turgan bir askarning qo'lidagi miltig'ini tortib ilib, uni batlabla Akbarxonga qartib tepkini bosdi. Angacha yandagi Poshshaxon hushyor kelib qilib, etilg'incha qiyirmasning qo'lidagi miltiqni qo'li bilan osmonga ko'tarib ulgurdi. Pang qilgan ovoz bilan ko'chadagi kishilar patparaq bo'lib ketishdi. O'q osmonga etilgan edi. Askarlar qiyirmasga yalurgandek nurg'un gaplarni qilib, uning qo'lidagi qurolni ming taslikda qo'liga ilishdi. Poshshaxonning harakatiga sansilib turgan hiliqi yoshroq chalamas Poshshaxonning Akbarxon bilan birga turganligini ko'rgachga, uni tutib olib askarlarga bir nimalarni dedi. Askarlar burilib kelib Poshshaxonni tutib olib qo'lini kayniga bog'lab qo'ydi. Shu asnoda qiyirmas Poshshaxonning ishni buzganligidan norozi bo'lib, Akbarxonni yeb ketgudek alpazda turadi. U Poshshaxonga burilib qarab, uning oldiga sentirulguncha berib uni tepib urishga boshladi. Cho'ng odamning tepikiga bo'lolmagan Poshshaxon yerga yiqilib tushdi. Qiyirmas uni kuchab dastlashga boshladi. Bu qitim qiyirmas achchig'ini Poshshaxondan chiqarmoqchi bo'layotdi. Akbarxon bu nohaqchilikni ko'rib g'azabdan chiday olmay, diqqatsiz turgan askarning qo'lidan yo'lqinib chiqib, qiyirmasning chattiriqiga rosa kelishib birni tepdi. Qiyirmas xuddi tunguzdek chiqirab jon yerini tutqunicha razingidek yiqilib qoldi. Askarlar Akbarxonni to'plashib urushga boshladi. Xaloyiq bu rahimsizliklardan yoqasini tutishib tövbe qilishdi. Qiyirmas nihoyat taslikda o'rnidan turib Akbarxonning oldiga bordi. Askarlar ochiqingni chiqirib ol degandek uningga yo'l bo'shatib orliqni ichib beriyotdi. Qiyirmas Akbarxonning oldiga berib, uni urushga qo'lni ko'tarib bo'lib, "Yo'q" degandek bir nimalarni deb beshini chayqagunicha kayniga yinib yerda yotgan Poshshaxonning yiniga bordi. U ko'nglida Poshshaxonni Akbarxonning o'g'li deb qarab, boshqacha bir usulda Akbarxondan o'ch olmoqchi bo'ldi. U oldi bilan yerda bog'liqlik yotgan Poshshaxonning yuziga kuchab birni tepdi. Ondan atrofiga sinchilab qarab, bir nima izladi. U ko'chaning bo'yidagi odam beshi cho'nliqdagi bir dona toshni yerdan taslikda qo'murib ilib, buning bilan Poshshaxonning beshini yanchimoqchi bo'ldi. U toshni kuchab beshidan ustun qilib Poshshaxon tarafga mingayotganda, tuyuqsiz "Voyjon" deb vaqirab soldi. Ham qo'ldagi toshmi yerga tushib ketdi. Shu topda uning o'ng ko'zidan qon tomchilab iqyotdi. Aslida bu jidalning bosh oxirini tilla tunur ko'rib turgan edi. U boshda Poshshaxonning tayoq yeginidan qong'icha xo'sh bo'ldi. Hatto bog'loqliq Poshshaxonni rosa bir urg'usimi keldi. U yerda yotgan Poshshaxonning beshida kulib qarab turadi. Poshshaxon uni ko'rib tilla tunurning ko'ziga umid bilan tikilib qaradi. Ondan past ovozda "Tillaxon" degan bir eg'iz so'zni chiqaribla ko'zini boshqa yerga ilib qochdi. Tilla tunurning ismini ömrüde hech kim bundaq to'g'ri atab baxmagan edi. Poshshaxonning bu xil bichorlik chiqib turgan ko'zdan, shundaqla o'zining ismini umid bilan chaqirishidan Tilla tunurning qini do'lqul edi. Chunki uning qinida oqqanimi Poshshaxonning millat qini edi. Uning ustiga bu bir o'tib ketgan nohaqchilik bo'lg'achqa, Tilla tunur bu
tengsizlikmi chidamayotdi. Uning yuragi silib erkaklik üstün keldi. U bayam qilgan qiliqiga xijil bo'lib, yerga kirib ketgudek bo'ldi. Shuning bilan u keyniga yenib yondagi do'stlariga bir nimalarni jekilib, bu yerdan shu an ayrildi. Tilla Tunur Pashshaxonning hindan ayrilib, ko'chaning bo'yidagi tutash do'konlarning o'g'isiga yamishib chiqib, Pashshaxon bog'langan yerga yaqinlashdi. Shu chog'da qiyirmas yerdagi cho'ng toshni ilib, beshidan egiz ko'tarib Pashshaxonning beshini nishonlab mengayotganda, Tilla Tunur darhol qo'ldagi ragatga bilan qiyirmasning yuzini nishonlab, yaqin orliqdan ukchidek bir toshni so'zib qo'yibdi. Sheg'il tosh udul qiyirmasning o'ng ko'ziga tegdi. Qiyirmas o'q tekkan lalma itdek chiqirab, qon tepchib chiqqan ko'zini uvulg'inicha o'ltiribla qoldi. Askarlar patparaq bo'lishib, ragatkining qayerdan etilganligini bilolmay pitrashqa boshladi. Shu vaqtning o'zida Akbarxonning hinda turgan bir askar tovlig'inicha yuzini tutib vayjallashqa boshladi. Aslida o'gizdan yana bir tal sheg'il tosh uchib kelib, bu askarning yuzini yirtibotgan edi. Askarlar bu qitim ragatkining o'gizdan etilganligini bildi. Ular bog'loqliq Akbarxon bilan Pashshaxonni tashlab qo'yib, o'ng ta'tir tovlashib do'kon o'gizisiga chivindek olashdi. Pashshaxonga yaqin yerdagi bir bola yugurib kelib, yerda yotgan Pashshaxonning qo'lidagi arg'amchini kesishga boshladi. Askarlar Pashshaxonni bola deb qarab, uning qo'lini uncha mazmut bog'lamagan edi. Pashshaxon bog'loqdan bo'shinib, yiliq bola bilan ustozi Akbarxonning qo'lini bo'shatmoqchi bo'ldi. Akbarxon ularga: "Men qochgan taqdirdimi, bular mening ota-onamni bo'sh qo'ymaydi. Men bilan koringlar bo'lmasin. Darhol qochinglar, tez bo'linglar", dedi past ovozda. Angacha askarlarning bir qismi o'gizdagi kulangini qo'g'lab, qalaymaqan o'q etishga boshladi. Yana bir qismi Pashshaxonning qochib ketganligini uqib, darhol o'rniga yugurib kelishdi. Pashshaxon bilan hiliq bola kishilar orasiga sho'ng'ib kirib ketganicha bu yerdan g'oyib bo'ldi. Pashshaxon shu yugurgunicha hiliq bolaga agishib, shahar sirtidagi ko'na qumdonliqqa kelib to'xtadi. Bir damdan keyin Tilla Tunurmu beshidan suv quyilgan holda bu yerda paydo bo'ldi. Pashshaxon o'zining jinini hayot mamotiga qaramay qutuldirib qo'ygan Tilla Tunur bilan qaytadan quchoqlashib ko'rishdi. Shunday qilib bu qitimliq roman anglitishimiz mushargicha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh.